Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Demak, Jemat darslarimizda ikkinchi darsi. Xo'p, darsni boshlashdan oldin aytib o'tishim kerak. Hozir har darsimizda 15 ta, 20 ta atrofida inglizcha so'zlar bo'ladi. Qaysilardir biz uchun tanish, qaysilardir notanish yangi so'zlar. Shularni kunlik yodlab boraverishimiz kerak. Nega? Chunki o'sha misollar har xil bo'lgani bilan o'sha misollarda ishlatiladigan so'zlar bir xil. O'sha so'z. Ya'ni birinchi darsda ishlatilgan, ikkinchi darsda ishlatilgan so'zlarimiz uchinchi darsda yoki borib 10-chi, 15-chi darslarimizdagi misollarda ham ishlatiladi. O'shanda o'zimizga yengilroq bo'ladi. Ya'ni birdaniga ko'p so'z yodlamaymiz, etap kam so'zlarni yodlab ketaveramiz. Hozir mana ikkinchi darsni boshlaymiz. O'sha ikkinchi darsda birinchi darsda ishlatilgan so'zlardan foydalanamiz. Xo'p, bu yerda ikkinchi dars uchun alohida lug'at bor bizda. Xo'p, lug'atimiz bor. Ikkinchi dars lug'ati. Lug'atni Telegram guruhga tashlab qo'yaman, qarab, iloji boricha yozib olingizlar bitta daftarga. Yozsa, chunki yozish orqali yana ham esimizda qoladi. Demak, mana shu lug'atdagi so'zlar bilan hozir ishlaydigan 10 ta masalamizni tarjima qilamiz. Demak, bu so'zlar bizga kerak bo'ladigan so'zlar. Xo'p, so'zlarni Telegram guruhga tashlayman. Bu yerdan qarab olasizlar. Demak, birinchi masalamiz. Bu yerda 31 ga e'tibor bermaysizlar, chunki kitobdan olganman, o'sha kitobdagi misolning nomeri. Xo'p, birinchi masalamiz uchun ishlatilgan mana bu inglizcha so'zlar o'tgan dars ko'rgan so'zlarimiz. Ya'ni aytayapti, if agar x minus y teng r va xy teng s bo'lsa, mana virgul qo'yildi, o'zi shart berilyapti bizga. If bu shart beradi. Ya'ni agar mana bu va mana bu bo'lsa, keyin mana buni hisoblang deyapti. Demak, tarjimasi tushunarli bo'lsa, buni ishlash unchalik muammo tug'dirmaydi. Demak, bizdan so'ragan narsa x minus 2 y plus 2. Qavslarni ochib chiqsak, xy plus 2x minus 2y minus 4. Demak, xy ni joyida shartda berilgan bizga s. Xo'p, 2 ni chiqarsak, qavs tashqarisiga x minus y qoladi. Demak, x minus y r ga teng. Plus 2r minus 4. Demak, s plus 2r minus 4. Demak, bu bizga D javob bo'lyapti. Ko'ryapsizlar, ustozlar, misol tarjimasini qila olsak, ishlash muammo tug'dirmaydi. Hozir sizlar aytishlaringiz mumkin, misolni sharti juda oddiy deyishlaringiz mumkin, to'g'ri, lekin har qanday murakkab misolni ham sharti mana shunaqa oddiy so'zlardan tuzilgan. Demak, tarjima qilsak, ishla olamiz. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. Keyingi masala ko'ryapsizlar, mana o'zi sharti murakkab masala. Xo'p. Bir boshdan tarjima qilib ketamiz. Lug'atdan so'zlarni ko'rasizlar. List so'zi ro'yxat deb tarjima qilinadi. Ro'yxat. Xo'p. List s deyapti, ya'ni s ro'yxat. Consist degani dan iborat, dan tashkil topgan deb tarjima qilinadi. Lug'atda ham ko'rib ketamiz bundan. Xo'p. Lug'atimizda mana consist of dan iborat, dan tashkil topgan. Ingliz tili tarjima qilishda aytdim, oxiridan kelinadi ko'proq deb aytdik, shuning uchun oxiriga qarab ketaveramiz. Positive integers birinchi darsda ko'rdik, pozitiv musbat, integer butun son. Xo'p. Demak, mana bu qismi sal tarjimasi murakkabroq bo'ladi. That degani o'sha shu deb tarjima qilinadi. Multiples of degani ga karrali degani. Ga karrali demak 9 ga karrali. Mana bu qism 9 ga karrali deb tarjima qilinyapti. Iloji bo'lsa, ishlash jarayonida, videoni ko'rish jarayonida o'sha daftarga so'zlarni, tarjimalarni yozib olsanglar, birga qaytarib ishlasanglar ancha samarali bo'ladi. Xo'sh. Va less degani kichik.
dan degani 100, ya'ni 100 dan kichik. Endi birinchi gapni tarjima qiladigan bo'lsak, S ro'yxat 100 dan kichik va 9 ga karrali musbat butun sonlardan iborat. S ro'yxat 100 dan kichik va 9 ga karrali butun sonlardan iborat. Ya'ni S ro'yxat nima bizga? Uni to'plam shaklda yozaman. Demak, S teng. Xo'p, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 99. Demak, mana S ro'yxatimiz. Shartni davomiga o'tamiz. What is, ya'ni nima deb savol beryapti. Nima? The median. The medianni tarjimada berdik. Mediana, ya'ni variatsion qatorda mediana. Eng o'rtadagi yoki eng o'rtadagi ikkitasini qo'shib ikkiga bo'linardi. Xo'p, of the integers in C. C'dagi butun sonlarning medianasi nima? C'dagi butun sonlarning medianasi nima? Tarjimaga e'tibor beringlar, tarjima qilishga. Xo'p, demak, bu yerda sanaymiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta son bo'lyapti. Xo'p, 10 ta sonni medianasi bizaga 5-chi eng o'rtadan kelamiz. Xo'p. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 45 plus 54 uzr ustozlar, misolni ishlashda bitta oddiy joyda xato qilib ketibman. Ya'ni 81 dan keyin 90 bo'lishi kerak edi. Shu qolib ketibdi. Demak, mana bu orada 90 bor. O'shandakka bizda demak ro'yxatda 11 ta element bor. 11 ta element bo'lsa, bizga mediana eng o'rtada turgani. Demak, 1 2 3 4 5 6-chi element bo'ladi. Ya'ni mana shu ro'yxatning medianasi 54. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misolimiz, buni ham demak tarjimasi ozgina murakkab bo'lishi mumkin, chunki yangi so'zlar ishlatilyapti. Xo'p, tarjimasiga harakat qilamiz. O'zi misolni ko'rinishdan o'xshab turibdi. Bu demak geometriyaga yoki qandaydir burchaklarga doir misol. In the figure above, demak above yuqorida deb tarjima qilinadi. Buni demak boshda lug'atlarda ham bor, yuqorida. Xo'p, in the figure, figure shakl, figura deb ishlatamiz o'zimiz ham ko'p, figura shakl. Demak, yuqoridagi shaklda, in degani bergandan lug'atda da deb aytiladi. Yuqoridagi shaklda agar f demak point nuqta on the line chiziq line chiziq. Xo'p, bisect degani demak bisect bu bisektrisaga o'xshab ketadi. Ya'ni teng 2 ga bo'ladi degan. Bisect so'zi tarjima qilinadi teng 2 ga bo'ladi deb. Demak, mana buni tarjima qilsak, agar f nuqta ACD burchakni teng 2 ga bo'ladigan chiziqda bo'lsa, tarjima ozgina murakkab, e'tibor berasizlar. Agar f nuqta demak ACD burchakni teng 2 ga bo'ladigan chiziqda bo'lsa va measure o'lcham of angle DCF is x. DCF burchakning o'lchami x bo'lsa, which of the following is true of x? Demak, quyidagilarning qaysi biri x ga to'g'ri? Endi tarjimani sal o'zimiz tilga moslab umumlashtirsak, yuqoridagi shaklda f nuqta mana bu ACD burchakni teng 2 ga bo'ladigan chiziqda yotar ekan. Ya'ni f nuqta bisektrisada yotar ekan.
Ana shunday bo'lsa va d s phi burchakni o'lchami mana bu yer x bo'lsa, o'sha x qaysi oralikda yotadi? Ya'ni quyidagilardan qaysi biri to'g'ri deyapti. Xo'p. Demak, ACD burchak 90 gradus, bu bisktrissa, ya'ni teng 2 ga bo'lgani uchun 45 gradusdan tushadi. Demak, mana bu yerimiz 45 plus 90. X burchagimiz bizda 135 gradus. Xo'p, variantlarga qaraymiz. 135 tushadigan oraliq E varianti. Xo'p, ustozlar, tarjimaga e'tibor berasizlar. Hozir men tarjimani so'zma-so'z qilganim uchun ozgina sizga murakkab tuyulgan bo'lishi mumkin. Lekin ma'nosini chiqarish asosiy o'rinda turadi. Ya'ni siz mana bu berilgan chizmaga, misolni sodda shartlarga qarab, bemalol misolni ma'nosini, nimani so'rayotganini chiqarib olsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. Xo'p, bu masalamiz endi sharti sal soddaroq. Xo'p. Agar x va y butun sonlar bo'lsa va x ayrilgan y toq son bo'lsa, odd degani toq butun son. Toq son bo'lsa, which of the following birinchi darsda ko'rgandik. Xo'p. Of the following demak, quyidagilardan which qaysi must be true, to'g'ri bo'lishi kerak. Ya'ni x va y butun sonlar va x ayrilgan y toq son bo'lsa, quyidagilardan qaysi biri to'g'ri bo'lishi kerak. Demak, x ayrilgan y toq son bo'lsa, x yoki y, xo'p, biri juft son, biri toq son bo'lishi mumkin, yoki birinchisi toq, ikkinchisi juft son bo'lishi mumkin. Mana shu holatda ikkalasini ayirsak, toq son chiqadi. Xo'p, bu juft son, toq son bo'lgan holatni javoblardan ko'ramiz. Demak, bittasi juft son, ikkinchisi toq son bo'lsa, ko'paytmasi even juft. Ko'paytmasi juft son 1 har doim to'g'ri. Mana bu ikkita holatda ham birinchi shart har doim to'g'ri. Ikkinchi shart x kvadrat plus y kvadrat is odd. Demak, juft son bo'lsa, kvadrati juft son, toq son bo'lsa, kvadrat toq son, qo'shsak toq son. Xo'p, toq son juft son, qo'shsak toq son. 2 ham to'g'ri. 3 ga o'tamiz endi. 3 ga aytyapti x plus y ning kvadrati juft son deyapti. Even juft sonni bildiradi. Demak, juft songa toq sonni qo'shsam, toq son bo'ladi. Kvadrati yana toq son bo'ladi. Demak, uchinchisi bizga xato bo'lyapti. Variantlarga qaraymiz. 1 and 2 only. Demak, D variant to'g'ri. Only so'zini kecha ko'rdik, faqat deb tarjima qilinadi. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolimizda ham sharti murakkab emas. Yangi so'zimiz bor, ikkita. Xo'p, how many so'zini ishlatgandik, nechta deb tarjima qildik. Nechta. Xo'p, integer butun son, endi integers bo'lgani uchun butun sonlar deb tarjima qilinadi. Integer butun son, integers butun sonlar. Xo'p, satisfy degani qanoatlantiradi. Ya'ni o'zimiz o'zbekcha misollarda ishlaymiz, tengsizlikni qanoatlantiradi deb ishlaymiz-ku. Demak, satisfy qanoatlantiradi. Boz degani ikkalasini ham, boz, ikkalasini ham. Ya'ni tarjimaga o'tsak, nechta butun sonlar mana bu va mana bularning ikkalasini ham qanoatlantiradi. Nechta x butun sonlar bu va bu tengsizliklarni ikkalasini ham qanoatlantiradi. Xo'p, demak, tarjima qilib oldik. Matematik jihatdan ishlash biz uchun deyarli muammo bo'lmaydi. 2 u 4 4 kiradi. Xo'p, 0 u 3. Demak, bizga 3 kiradi, 0 kiradi. Xo'p, ikkalasiga ham tushadigan qism 2 u 3 oralig'i. Bu yerda bitta butun son bor, x teng 3. Demak, how many deyapti, bizda nechta deyapti, demak bitta. Javob bo'ladi. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolimiz, demak, hozir tarjimasiga e'tibor beramiz. Tarjima unchalik murakkab emas.
agar r va s musbat butun sonlar bo'lsa, mana bu r so'zi tarjima qilinmaydi. Ya'ni bu qanaqa gaplarda ishlatiladi? Masalan, meni ismim Odiljon yoki men Odiljonman desam, yoki bu kompyuter desam, ko'rsatib, masalan, aniq tayin bo'lgan holatlarda ishlatiladi. Ya'ni bu aytmoqchiki, agar r va s musbat butun sonlar, r va s da musbat butun sonligini bildirish uchun ishlatiladi deb soddaroq shunday tushunib olamiz. Xo'p, r va s musbat butun sonlar bo'lsa, such that shu kabi, ya'ni mana bunga tushadigan musbat butun sonlar bo'lsa, keyin 2r plus s ni hisoblang. Demak, tarjima. Xo'p, r va s mana bunga tushadigan, mana bu kabi musbat butun sonlar bo'lsa, keyin mana bu so'roq. Xo'p, buni nima qilamiz? Soddaroq qilib ishlab ketamiz. 2 darajasi r ko'paytirilgan 4 darajasi s. 16. Biz 16 ni 4 ni ikkinchisi deb yozsak bo'ladi. Demak, 1 minut. Xo'p. 4 ni ikkinchisi deb yozsak bo'ladi. O'shandan keyin bizda s2 bo'lib qoladi. S2 bo'lib qoladi. R 0 bo'lib qoladi. 2 ning 0-si 1. Demak, bu 4 ni ikkinchisi. Lekin bizda shartda r va s musbat butun sonlar deyilgan. Demak, bu holat biz uchun o'rinli emas. Ikkinchi holatni ko'ramiz. 2 darajasi r teng 4 darajasi s. Biz 16 ni 4 ko'paytirilgan 4 shaklda ajratamiz. Sabab mana bu narsa, mana bu holat. O'shanda bizga s teng 1, r teng 2. Berilgan shartni hisoblasak, 2r plus s'imiz 4 plus 1. D variant. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misolimiz shartiga e'tibor bersak, shart unchalik murakkab emas. In the system of equations, equations degani tenglamalar. So'zlarni bir-biriga bog'lab eslab qolishimiz kerak. Kecha bitta misolda ko'rdik, equal to deb ishlatildi, ya'ni teng deyildi. Teng. Equation, equation demak equal ga bog'liq. Ya'ni equation tenglamalar, equation tenglama, equations tenglamalar. In the system of equations above so'zini boya ishlatdik. U bizga yuqoridagi deb tarjima qilinadi. Yuqoridagi tenglamalar sistemasida what is the value of x? X ning qiymati nechaga teng? Yuqoridagi tenglamalar sistemasida x ning qiymati nimaga teng? Shartni tarjima qildik, demak, misolda ishlash biz uchun muammo bo'lmaydi. Tepadagi sistemani, xo'p, o'zini yozib olamiz. Pastdagi sistemani birato'la 2 ga ko'paytirib yozib olamiz. 8x 2y 2. Demak, tenglamalarni bir-biridan ayirsak, 6x the value of x teng 1, ya'ni x ning qiymati 1 ga teng. Keyingi masalaga o'tamiz. Xo'p. Tarjimasiga e'tibor beramiz. Yana o'sha f so'zi. Ko'ryapsizlar, so'zlar takrorlanyapti. Agar a va b, r so'zi yana kelyapti, r so'zi positive integers, ya'ni a va b musbat butun sonlar bo'lsa va mana bu tenglik ham o'rinli bo'lsa. A va b musbat butun sonlar, mana bu tenglik o'rinli. What is the value of 2 darajasi a 2 darajasi b? Ya'ni mana bu shartlar o'rinli bo'lsa, ifodani qiymatini so'rayapti. Xo'p, shartlarga qaraydigan bo'lsak, demak, tarjima tushunarli bo'lsa ishlaymiz. 2 darajasi a b teng 2 darajasi 3. Xo'p, darajani xossasidan a ko'paytiruv b teng 2 darajasi 3. Endi biz bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak shu yerda. A va b positive integers, ya'ni musbat butun sonlar. Demak, a teng 1, b teng 3 bo'lishi mumkin yoki a teng 3, b teng 1 bo'lishi mumkin. Shu ikkita holat bajariladi.
Xo'p, endi berilgan ifoda qiymatiga qaraydigan bo'lsak, xo'sh, 2 darajasi va ko'paytiruv 2 darajasi va daraja xossasidan endi biz bunisini yoki bunisini tanlab olishimiz bu yerda ahamiyatsiz. Demak, birinchisini tanlab olsak, 2 darajasi 4. Bu 16 ga teng. To'g'ri, ustozlar aytishinglar mumkin. Bu tarjimasi eng sodda misollar deb aytishinglar mumkin. Jimatda shundayki, aksariyat misollar ishlanishi sodda. Yani o'zimizni matematika nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, ishlanishi sodda. Faqat bizga tarjima qilish. Tarjima ham hozir mana sodda misollardan tarjima qilyapmiz, sodda so'zlarni ishlatyapmiz. Ana shu so'zlarni yod olib borib, mustaqil o'zingizlar tarjima qilib ishlab ko'rsanglar, qiyin misollarda ham uncha qiynalmaymiz. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. Ozgina texnik nosozlik hozir. Zapis tekshiramiz. Bo'lyapti. Ko'ryapsizlar, mana birinchi darsda ishlatgan so'zlarim deyarli shu yerda hammasi ishlatilyapti. Hop, mana keyingi misolni ochdi. Keyingi misolni sharti ko'rinishdan murakkabga o'xshayapti. Hop, tarjima qilib ko'ramiz. Xo'p, how many so'zi ko'p ishlatyapmiz. Nechta? Integers butun sonlar. Bu yerda mana bitta yangi so'z kelyapti. Bu yangi so'zimiz ham shu dars uchun yangi so'z. Keyingi darslarda menimcha yana keladi. Lug'atda bor between degani orasida degani. Xo'p, tarjima qilamiz. 1 va 16 orasidagi butun sonlardan nechtasi? Demak, 1 va 16 orasidagi butun sonlardan nechtasi? Inklyuziv so'zi, inklyuziv degani hammasi, ya'ni qolib ketmasligi kerak degani. 1 dan 16 gacha bo'lgan hamma butun sonlar ichidan nechtasi? Have degani, have so'zini bermayapman tarjimaga, buni lug'atga qo'shib qo'yasizlar. Bor degani. Bor. Exactly degani aniq. Aniq, faqat точный. 3 different degani turli xil. Positive integer factor, musbat butun bo'luvchi. Musbat butun bo'luvchi. Demak, shart nima deyapti? 1 va 16 orasidagi barcha 1 va 16 orasidagi barcha butun sonlardan 3 ta turli xil musbat butun bo'luvchisi borlari nechta? Adashmasam, shart tushunarli bo'ldi. Demak, 1 va 16 orasidagi barcha butun sonlardan, xo'p, aniq 3 ta turli xil musbat butun bo'luvchisi borlari nechta? Xo'p, bu yerda eslatmacha berib qo'yapti, not beryapti. 6 o'shanaqa butun son emas deyapti. 6 o'shanaqa butun son emas. Chunki 6 da bor 4 ta turli xil musbat butun bo'luvchi. 6 unaqa son emas, chunki 6 ni 4 ta musbat butun bo'luvchisi bor. Masalan, 1 2 3 6 deyapti. Xo'p, 1 dan 16 gacha sonlarni qaraydigan bo'lsak, 1 sonini faqat bitta bo'luvchisi bor. 2 sonini ikkita bo'luvchisi bor. 3 sonimizda ikkita bo'luvchisi bor. 4, demak 1 ga bo'linadi, 2 ga va 4 ga. Xo'p, 5 sonimiz o'zaro to'pson 1 va 5. 6 sonimizda 1 2 3 va 6. 7 sonimiz o'zaro to'p 1 va 7. 8 sonimiz demak 1 2 3 uzr 3 emas 4 va 8. Xo'p, 9 sonimiz 1 3 9. 10 sonimizdan bilamiz 1 1 2 6 va 12. 13 sonimiz tub bo'lgani uchun 1 va 13 ga bo'linadi. 2 ta buniki. 14 sonimiz 1 ga 2 ga 7. 1 2 4 va
to'qqiz soni. Ikkita son bor ekan. How many integers deb savol bergan. 1 va 16 orasida nechta butun son deb savol bergan? Ikkita. Ya'ni bu javob. Bitta tekshirib qo'yamiz. Xo'sh, zapis qilyapti. Xo'p, keyingi masalaga o'tsak. Bu masalamiz ham tarjimasi ozgina murakkabdek tuyulishi mumkin. Xo'p, ko'ramiz. Agar deb boshlanyapti, d soni berilgan ekan 2,0453 va d yulduzcha degan boshqa son berilyapti. Is d yulduzcha deyapti. The decimal obtained by rounding d to the nearest hundreds. Hundreds degani yuzlar degani, nearest yaqin. Obtained by rounding degani obtained by rounding d. Ya'ni d ni yaxlitlangani. Demak, d yulduzcha is decimal, bu o'nlik asr. Aytyapti, d yulduzcha o'nlik asr. Bu qanaqa kasr deydigan bo'lsak, d ning yuzdan birlar xonasigacha yaxlitlangani deyapti. D yulduzcha bu o'nlik asr. D ning yuzdan birlar xonasigacha yaxlitlangani. Demak, d yulduzcha bizda mana bunaqa son ekan. D yulduzchamiz mana buni mana bu xonagacha yaxlitlasak 2,05 degan son ekan. Adashmasam, shart tushunarli. Xo'p. What is the value of d yulduzcha ayrilgan d? Demak, qiymat nimaga teng? D yulduzcha ayrilgan d ning qiymati nimaga teng? Demak, 2,05 ayrilgan 2,0453 ni so'rayapti ekan. Xo'p, 7 4 0 bu bizga D javob bo'ladi. Mana shunaqa savollar shart ozgina qiyinday tuyuladi. Shaxsan o'zimga ham qiyinday tuyuladi, lekin misol ko'ryapsizlar oson. Bunda nimaga qarayman? Xo'p, o'zim mana shu misolni ishlashda matematik jihatiga qarayman. Ya'ni tarjima qila olmayapman. Decimal so'zini tarjima qilaman. Bu so'zni yodlashga majburman. Decimal o'nlik asr. Buni yodlashga, tarjimasini bilishga majburman. Xo'p, obtained by rounding so'zini to'g'risi o'zim ham lug'atdan ko'rib bildim. Obtained by rounding ya'ni yaxlitlanganini bildirar ekan. D ya'ni d yaxlitlanganini bildiryapti bu so'z. Lug'at qismiga ham shu so'zni qo'shib qo'ydim. Nearest degan so'zni bilaman. Demak, nearest degani yaqin degani. Xo'p, hundreds ni bilaman. Demak, hundreds yuzlar, yuzdan birlar degan gap. Demak, shundan fikr qilamanki, mana bu d sonimizda yuzlar xonasi yo'q. Demak, gap yuzdan birlar xonasi haqida ketyapti. Gap yuzdan birlar xonasi ketyapti. Demak, nearest deyapti, yaqin. Demak, yaqinlashtirish kerak. O'zi shundan tushunib olaman. Bu misolda d ni yaxlitlash kerak. O'shanda d yulduzcha hosil bo'ladi. Xo'p, keyin d yulduzcha ayrilgan d ni hisoblab qo'yish kerak. Javoblar ham menga yaxlitlashga turtki beradi. Ustozlar, mana bu so'zlarni hozir yodlaymiz lug'atni. Keyin mana shu darsda ham birga bir tarjimasini iloji bo'lsa daftarga yozib boringlar. Men hozir misolni ishlash jarayonida tarjimasini yozmayapman, lug'atda borligi uchun og'zaki aytib ketyapman. Siz iloji bo'lsa mana shu misolni ochdingiz, daftaringizga ishlash jarayonida tarjimasini yozib oling. Ya'ni kimgadir to'g'ri bu tarjima oson, lekin kimdir mana shu so'zlar tarjima sal murakkablik qilsa, kimgadir yozib olib ishlash kerak. Yozib olsa esimizda qolishi yaxshilanadi. Hozir bu misolni esimizda qolgani keyingi misollarni ishlashimiz uchun ham bizga turtki beradi. Xo'p, lug'atlarni alohida image, ya'ni rasm shaklda Telegram guruhga tashlayman. Ko'rib, daftarga yozib, yodlab olasizlar. Ko'p ishlatamiz bularni. Va xuddi shu misollarga o'xshash sodda shartli misollardan tashlayman. Iloji boricha mana shu lug'atlarni tarjima qilsa bo'ladi, birinchi, ikkinchi dars lug'atlari bilan. Agar yana yangi notanish so'zlar bo'lsa, Google Translate da kiritib, tarjimasini chiqarib ishlab ko'rasizlar. Xo'p, yana savollaringiz bo'lsa, murojaat qilsalaringiz
shu yerda maktabga kelib birgalikda tahlil qilamiz. Hammaga rahmat. Darsimiz tugadi.